Bugun ko'pchilik yurtdoshlarimiz adashadigan bir xatolikka aniqlik kiritmoqchimiz. Ma'lumki, Jaloliddin Manguberdi Chingizxon qo'shini bilan savashib, ko'p ming sonli lashkarga bas kela olmagach, g'animga asir tushmaslik uchun o'zini tik qoyadan daryoga tashlagan. Bu mashhur xonanda Ozodbek Nazarbekovning ijrosidagi qo'shiqqa ishlangan klipda ham o'ta jonli tarzda tasvirlangan. Ko'pchilik Jaloliddin o'zini Amudaryoga tashlagan deb hisoblaydi. Hatto xalq shoiri Abdulla Oripov ham Men nechun sevaman O'zbekistonni she'rida seni Chingiz g'azabga to'lib yo'qotmoqchi bo'ldi dunyodan, Jaloliddin samani bo'lib sakrab o'tding Amudaryodan deb yozadi. Aslida-chi, Jaloliddin Manguberdi o'zini otgan daryo Amudaryo edimi? Aslida bu jang 1221-yili hozirgi Pokiston hududida kechgan. Sind daryosi bo'yidagi ushbu jang asrlar osha tildan tilga o'tib keladi. O'sha to'qnashuvda Jaloliddin harbiy jihatdan mag'lub bo'lgan edi. Ammo tarix uni mag'lub sifatida emas, balki g'alaba ruhini so'ndirmagan qahramon, g'olib sifatida yodga oladi. Sind bo'yidagi jangda kuchlar mutlaqo teng emasdi. Chingizxon qo'shini taxminan 80 ming otliqdan iborat bo'lgan. Jaloliddin esa 5 ming otliq va 35 ming piyoda bilan qarshi turgan. Shunday ulkan qo'shinga qarshi mardonavor kurash olib borgan sulton oxir-oqibat g'animga tutqun bo'lmaslik uchun o'zini Sind daryosiga tashlaydi va ilohiy taqdir bilan omon qoladi. Xo'sh, o'sha qoya, o'sha joy, daryoni bugun topish mumkinmi demoqchimisiz? Albatta. Yaqinda pokistonlik olim doktor Vasim Sajjad o'sha mag'rur qoyani tasvirga olib ijtimoiy tarmoqqa joyladi. Tarixiy hodisaga guvoh bo'lgan bu joy va mazkur video lavha keng jamoatchilik e'tiborini tortdi. Ushbu lavhaning ahamiyatli jihati shundaki, o'zbek olimlari tomonidan bundan bir necha yil muqaddam bir necha bor muhokama qilinib, ilmiy asosda tasvirlangan jang xaritasi aynan shu joyni tasdiqlaydi. Jaloliddin Manguberdi va Chingizxon qo'shinlari o'rtasidagi mashhur jang aynan shu hududda bo'lib o'tgani yana bir bor dalillar bilan o'z isbotini topdi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz bu voqeani Amudaryo bilan bog'lab xato xulosaga kelardi. Aslida bu hodisa o'tmishda Sind, bugungi kunda esa Hind deb ataladigan daryo bo'yida kechgan. Bu esa Xorazmshohlar davlati qanday ulkan hududni qamrab olganligini anglatadigan muhim bir dalildir. Bu zaminda Jaloliddin xotirasi uzoq vaqt yodda saqlanganligini yana bir muhim dalil tasdiqlaydi. 1398-yilda Hindiston yurishiga otlangan Amir Temur aynan shu daryodan kechib o'tadi. Tarixiy manbalarda Sind daryosining chap sohilidagi cho'llar Jaloliy cho'li deb atalganligi qayd etiladi. Bu tasodif emas. Bu Amir Temurning Jaloliddin Xorazmshoh tarixi va uning jasoratidan xabardor bo'lgani. Shuningdek, bu hududda buyuk sarkarda haqidagi xotiralar hali hamon mavjud ekanligini anglatadi. Shu o'rinda xalq qalbidan chuqur joy olgan Mendirman o'shal qo'shig'ini ham eslab o'tmasak bo'lmaydi. Bu mashhur satrlar muallifi buyuk ijodkor Maqsud Shayxzoda. Qo'shiq matni muallifi esa shoir Botirjon Ergashev. Ma'lumki 1941-yil fashizm insoniyat hayotiga xavf solgan davrda
urushga jalb etilgan xalqlarda qahramonlik ruhini uyg'otish maqsadida tarixiy obrazlarga murojaat qilinadi. O'sha vaqtda Maqsud Shahzodaning Sulton Jaloliddin pyesasi yozilib, Hamza teatri sahnasida o'nlab marta namoyish etiladi. Asarning eng avj nuqtasida Sulton Jaloliddin qalbidan chiqqan otashin satr esa bugungacha yangrab kelmoqda. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal, kim yurtdan yovni quvsa, mendirman o'sha. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni yaqinlashayotgan bir pallada ulug' ajdodimizni bejiz eslamadik. Chunki tarix bugungi kunning ma'naviy tayanchi, ertangi kunning yo'lchisidir. Bugun Sulton Jaloliddin Manguberdi avlodlari vatan tinchligi va xavfsizligi yo'lida sobit turibdilar. Va shu sobitlik ortida asrlar osha yashab kelayotgan jasorat ruhi, or nomus va vatanga sadoqat mujassam.